Zrostali sheetimiz bu ham. Assalomu alaykum do'stlarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana yana sizlar hozir elektrik kanalimdasizlar. Xo'p, men yana hozir mana shu yana bir 36 modulli sheetni terishni boshlaganman. Sizlar bilan birga hamma ishlarni birgalikda olib boramiz. Faqat tezlashtirilgan kadrda. Ko'rib berasizlar, hozir kabellarni metkalarini to'g'rilab, metka qilingan kabellarni joy-joyiga tushirib, taxlab, nolga, zazinlanaga, faziga taxlab chiqyapman. Kuzatib boringlar, dalchi bo'ladi, xudo xolasa. Bu qo'yayotgan narsam lineraka, ya'ni avtomat ostidagi plankasi deyiladi. 36 modulida 3 qator bo'ladi. 12 tadan avtomat ketadi. Marhamat, qo'yinglar. Xo'p, mana hozir avtomatlarni, bir fazali avtomatlarni joy-joyiga o'rnatib chiqyapman va kabellarni ham ostiga olib, taxlab olib, dalch davom etishda harakat qilaman xullas. O'ng tomondagi birinchi qo'ygan avtomatim 3 faza yo'lamni kirish avtomati. Undan keyin esa 2 fazali pastdagi gruppalar uchun turibdi, 0 bilan o'tish uchun. Keyin esa undan keyin uzo turibdi. Undan keyin esa yana bitta 2 fazali avtomat turibdi. Unga solinishli paneldan tok keladi. O'sha solinishli paneldan butun gruppalarga tarqatib yuboriladi. Bu yerda mana hozir tomonda nollarni ulab qoldim. Bu avtomatlar 3 fazali avtomatlar. Pastki tomondan chiqqan 4 ta kabel bor. Ichkari tomonda 4 ta pechkaning kabeli bo'ladi. Bularni 3 fazali qilib bir-biriga mevjudda bo'y 4 ta avtomatga 4 ta kanalli qilib ulab taxlab qo'yamiz. Tepasidan bo'lsa 3 fazani polностью tarqatib yuboramiz. Bu 4 ta kabel zazinleniya kabeli. Zazinleniya kabelini shunchaki ulab qo'yapman. Prosta skrutka qilib. Noto'g'ri tushunmaysizlar bu narsaga. Bor narsa bilan ishlash deyilyapti bunda, deyilyapti hozir bu yerda. O'shaning uchun ham shunaqa vaziyatda shunaqa qilib ishlangan. Bu to'g'ri xato bo'lishi mumkin.
asosiysi bu yerda kontakka tegishi va o'sha zazimlayni o'z vazifasini bajarib berishi. Bu kurturganlar fazalarni o'z o'rniga joylashtirish deyiladi. Hozir bu yerda kurturganlarda fazalarni o'z o'rniga kirish avtomatidan olib, kirish avtomati chiqish tarafidan olib, o'z kerakli joylariga tarqatib, ulab joylashtirib chiqib, tarovlarni o'rnatish jarayoni ketyapti hozir bu yerda. Atürka bilan qisib chiqib nimaga kerak deyishlaringiz mumkin do'stlarim. Men 3 turmada shu narsa bo'yicha shurpayorni o'zi bilan qisib ketib, katta напряженияli avtomatlarning orasida pand yeganim uchun har doim shurpayordan keyin qisib chiqaman. Qismagansizlar, qilib ko'rmagan bo'lsangiz qilib takrorlab ko'ring. Bir rezba, bir yarim rezbadan yana qisiladigan bo'ladi. Xo'p, hozir men обязательно hamma kelgan sheytlarimda bittadan qo'lni nol bilan tekshirib chiqaman, чтобы avtomatik o'tirayotgan vaqtda kalib tuzilmagan bor yo'qligini bilib, normalniy bo'lishi uchun, hammasi безопасный bo'lishi uchun. Bu onayni krishkasini o'rnatib, chetini yopamiz va ishlab berish bizdan, baho berish sizdan do'stlarim. Rahmat sizlarga tomosha qilganlar, sog' salomat bo'linglar.